Hammaga assalomu alaykum do'stlar, kanalga xush kelibsizlar. Bu galgi videomda men sizlarga videolarning chekkasida chiqib turadigan mana bu obuna bo'ling tugmasini shu yerga qo'yishni o'rgataman. Bu bizga nima olib kelib beradi? Obuna bo'ling tugmasi bu agarda bunga bir marta bossa, sразу avtomatik sizni kanalingizga kirib ketishi mumkin yoki shu yerning o'zidan turib ham kanalingizga a'zo bo'lishi mumkin. Bu galgi videoda men sizlarga qanday qilib buni qo'yishni o'rgataman. Do'stlar, birinchi o'rinda biz Google Chrome brauzeriga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Boshqa Yandex yoki Operalarda kira olmaysiz. YouTube nastroykasiga bu yerdan biz youtube.com saytiga o'tamiz va kanalimiz logotipi ustiga bosib bu yerdan mana bu Tvorческий studiya YouTube'ga o'tamiz. Bu yerdan esa mana bu yerdan pastroqqa tushirib nastroyka kanalga bir marta bosamiz. Bu yerdan esa branding bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Branding bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan kanalingiz bannerini hamda profilini o'zgartirib olishingiz mumkin. Mana bu yerda pastroqqa tushsak, sizlarda mana bunday holda hech narsa yo'q turadi. Va mana o'zi bu yerda ko'rsatib qo'ygan 150 ga 150 formatda bo'lishi kerak, PNG yoki GIF holatda. Bu obuna bo'lingni qo'yish uchun Photoshop dasturi orqali obuna bo'ling degan rasm yoki kanalimiz logotipini qo'yib qo'yishimiz kerak. Buning uchun загрузкаga bosamiz. Bu yerdan Photoshop orqali tayyorlab olgan obuna bo'ling tugmasiga bosib yoki har xil o'zingizga yoqqan rasmni qo'yishingiz mumkin. Открытga bosamiz. Bu yerdan moslab turib готов tugmasiga bosamiz. Va bizda mana obuna bo'ling tugmasi paydo bo'ldi. Bu yerda mana в конце video turibdi. В заднем моменте va не протяженной всего video turibdi. Biz bu yerda mana bu oxiriga olib tushib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki в конце video bu videoning oxirida tushadi va uni videoning o'rtaroqlarida keladi. Endi buni saqlanib qilish uchun mana bu опубликовать tugmasini bosamiz. Va bizda saqlanib bo'ladi. Перейти kanal qilamiz. Va biror bir videomizdan qo'yib ko'rishimiz mumkin. Qo'yib ko'rib mana bu yerga bossak, mana obuna bo'ling tugmasi turibdi. Shunday qilib bu videomiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman do'stlar. Agarda foydali bo'lgan bo'lsa, bir donagina laykingizni ayamang. Kanalimda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.